Bugün bana sizni görüp, hem sizni internette göredigan edik, keyin televizorda göredigan edik. Bugün bana sizni shu yerda ko'rib turganimda men o'zimdan juda xursandman. Bizlar ana shu danalovchilar nomidan sizga katta tashakkur bildiramiz. Men sizlarga yana bir marta sog'lik, salomatlik tilayman. Ijodiy ishlaringizda katta muvaffaqiyatlar. Mana bugun kelib o'tiribsiz siz. İndiki yılda kelganingizda sizda обязательно O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan unvonni, xalq artisti unvonlari bo'lsin. Ana shularga tilakdoshman. Otangizga, onangizga, hamma do'stlaringizga, sizning yoningizda ijod qiladiganlarni hammasiga juda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' omon bo'ling. İşiniz bundan ham rivoj bo'laversin. Sizni hamma yerda tanisinlar. Hamma yerda to'ylarga, boshqa san'at adabiyot katta tadbirlarga taklif qiladigan bo'lsalar. Shuning uchun sizga yana bir marta rahmat. Sog' omon bo'ling. Omad sizga yor bo'lsin.